Hozir boradigan joyimiz bu oddiy joy emas. Yurakda iz qoldirgan, ko'plab insonlar uchun qadrli bo'lgan, shirin xotiralarga to'la maskan. Ushbu video ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bugun sizlarga birinchi qismini taqdim qilamiz. Like bosing, sahifaga obuna bo'ling, oilamiz a'zosiga aylaning. Ixtisoslashtirilgan maktabning asosiy maqsadi. Namangan tuman ixtisoslashtirilgan maktab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 106-sonli farmoni bilan tashkil topgan. Bizning ta'lim dargohining asosiy maqsadi har tomonlama, yetuk, barkamol avlodni bilim olish uchun barcha shart-sharoitni yaratib berishdan iboratdir. Nega aynan shu maktabni tanladingiz? Bu maktabni tanlashimning asosiy maqsadi ixtisoslik fanlar chuqurlashtirilgan va sinflar 12 kishilik 2 guruhga bo'lingan holatda o'tilganligi uchun. O'qituvchilaringiz haqida qanday fikrdasiz? Barcha o'qituvchilarimiz o'z mutaxassisliklari bo'yicha Namangan viloyatidagi eng yetuk kadrlar hisoblanib, bu dargohga kelishlari uchun xuddi biz kabi 3 bosqichli imtihondan o'tishgan. Ta'lim jarayonida qanday usullardan foydalaniladi? Ta'lim jarayonida keng miqdorda interaktiv usullardan foydalanamiz. Aynan bunda klaster, debat, munozara, bundan tashqari turli-tuman rolli o'yinlar orqali o'quvchilarning faolligini oshirishga harakat qilamiz. Demak, bu o'quvchilarga aynan hayotiy muammolarni o'zgacha, ya'ni kreativ yo'l bilan yechishga, o'quvchilarning hayotga bevosita shaxs sifatida shakllanishga juda ham katta yordam beradi. Qabul to'g'risida. Bizning maktabimiz aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan bo'lib, iyun-iyul oylarida onlayn ravishda qabul jarayonlari bo'ladi. Avgust oyida test sinovlari asosida bitta sinfga 24 nafardan o'quvchi qabul qilib olinadi. Kelajakdagi rejalaringiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha O'zbekistondagi elchisi bo'lmoqchiman. Germaniya davlatidagi Mercedes-Benz kompaniyasida muhandislik bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lmoqchiman. Tibbiyot sohasida yetuk kadr bo'lib yetishish. Qanday natijalarga erishgansiz? Men 2023-2024 o'quv yilida Al-Xorazmiy olimpiadasining viloyat bosqichida sayens fandan faxrli birinchi o'rinni olib, respublika bosqichida qatnashdim. Bu yil 2024-2025 o'quv yilida Al-Xorazmiy olimpiadasi va STEM fanlar olimpiadasining viloyat bosqichida biologiya fandan faxrli birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Videoni birinchi qismi shu joyida o'z nihoyasiga yetdi. Izohlarda ikkinchi qism so'zini yozing. Albatta ikkinchi qism qiziq bo'ladi.